Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 12-may sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasida Jasurjonni xonadoniga kelganmiz akalar. Bizning kanalimizda nihoyatda ko'p aka-ukalarimiz qo'zi so'raydi. Akalar, mana qo'zilar endi. Haqiqiy qiriqlari, kashtanlari, qunduzdek qop-qoralari, oyoq qo'li cho'ziqlari akalar. Mana bugungi videoda akalar 2 partiya qo'zi ko'rsatamiz. Do'stlar, bu birinchi partiya qo'zilar. Biz bo'lmasa mana shu videoda Jasurjon bilan birgalikda xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun 2 partiya qo'zilarning ma'lumotlarini aytamiz. Har bitta bizni ko'rib turgan aka-ukalarimizga mana shunday qo'zilarning saralari, yaltiroqlari nasib qilaversin do'stlar. Bo'lmasa biz ma'lumotlarni aytishni boshladik akalar. Assalomu alaykum Jasurjon. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'liklaringiz zo'rmi? Xudoga shukr aka. Chorvoyingizga barakasini bersin. Umringizni barakasini bersin aka. Bizning kanalimizga ukajon juda ko'p aka-ukalarimiz xuddi mana shunday standartdagi qo'zilarni so'rayapti-da. Shunday aka. Shuning uchun maxsus xonadoningizga keldim. Bugungi videoda 2 partiya qo'zimi? Ha, shunday yana bir partiyamiz bor. Yana bir partiya qo'zilar bor. Bundan hozir qarang. Bu birinchi partiyada obshi necha bosh qo'zi bor bu yerda? 18 bosh aka qo'zi. 18 bosh qo'zi bor. Mashalloh. Lekin qo'zilar qirq ekan-a, yaltiroq ekan-a. Shunday. Mashalloh. Bular endi necha oylikdan necha oylikgacha? Aka 1,5 oydan 2,5 oygacha bor. 1,5 oylik deganimiz ikkita bor, qolgani 2 oy, 2,5 oylik qo'zi. Ha, 2 oy, 2,5 oylik qo'zi. O'tgan arpaga ayilganga bir 10 kun bo'lgan. O'zi yeyishlari ham zo'r ekan-a? Mana bari u. Arpa bersangiz ham yeydi, kepak bersangiz ham yeydi aka u. Qarang, yeyishini barini yeydi. Yemish-yemog'i zo'r xullas aka. Zo'r. Ularni endi menga qarang, bir narxi endi arzon bo'ladimi, ukajon? Xudo xolasa aka, narx bomba bo'ladi aka. Ko'p kanallarni kecha rosa kuzatib oxiri sizni chaqirishga majbur bo'ldim. Men aytdim, narxlarni bir sindiraylik bugun dedim. Bugun narxlarni bir yumalatib yoraylik. Yondiramiz aka, yondiramiz xudo xolasa. Qarang, bu yerda nechta urg'ach, nechta qo'chqor? Aka, bu yerda 11 bosh qo'chqori bor, 7 ta qo'yi bor. Ha, 11 bosh qo'chqori bor. Ha, biri-biridan go'zal qo'zilar aka. Qarang, bularni endi bir bahosini ayting, kelishtirib, qochirma chiroyli qilib ayting bahosini. Aka, dangal aytaymi? Ha? Dangali bitta 17 dan bering aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. 17 dan? Ha. Bitta men sindiramiz bugun juda aka. 17 dan. Bir qo'l olganga. Ha. Qarang, molni xayrigacha. Xayrga siz uchun aka, obunachilaringiz uchun hammasi baraka topib, otangga rahmat desa 16,5 dan aka. 16,5. Shunday, o'zi olib ketadi aka. Ha, o'zlari olib ketadi. Ha. 16 dan o'zlari olib ketsa qanday bo'ladi? Yo'q, u kam bo'lib qoladi aka. Kam demang, kam. Duo uchun aka, otangga rahmat deb kommentariyaga chiroyli so'zlar, iliq so'zlardan yozsa bo'ldi aka. Menga qarang, shu kommentariyada aka-ukalarimiz borku, duo qilsin, sizni bizni duo qilsin, otangga rahmat deb yozsin. Shuni bir qo'lga 16 dan berayoring, olib barakat topsin-da, ertasiga rahmat aytsin. Shu birinchi partiya aka, kam bo'lib qolamni deyman da. Kam demang, kamini Xudo to'ldirsin. Umringizdan kam bo'lmang, ukajon. Shunday. Menga qarang, shuni yarim param ham qilayotmaylik. Shuni 16 dan qilaveraylik, ukajon. Shugun bomba bo'lsa bo'lsin. Bomba bo'ldi, o'zi shunga hali bunday bomba bo'lgani yo'q edi, bomba qildik. Menga qarang, shuni 16 dan berayoring, ukajon endi. Endi shu xalq uchun, yurtdoshlar uchun. Xalq uchun, yurt uchun otangga rahmat deb kommentariyani chiroyli so'zlar bilan to'ldirsin bo'pti aka beraman. Sizni hurmatingizga bir qo'lda olganga 1,600,000 O'zbekiston bo'ylab o'zlari kelib olib chiqaversin. Ha. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, endi mana qo'zilar. 1,600,000 so'mdan akalar kelasizda, Jasurjonni xonadoniga kelasizda, shu qo'zichalarni olib ketasizlar akalar. Mana savdosi yo'q aka, shuni ham ayting uni. Ha? Savdosi yo'q uni. Bir qo'lda o'z narxi shu, kamiga bo'lmaydi. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, biz doim xizmatdamiz. Mana akalar, qo'zilar qiriq dummachalar ham kelishgan. Akalar, mana shu qo'zilar kimga qiziq bo'lsa, akalar mana endi arzon variantdan ko'rsatyapmiz. Do'stlar kelib olib ketaverasizlar. Urg'ochini olaman desa narxi sal o'tilar, erkak olaman desa narxiga qo'shiladi aka. Ha. Shu joyini ham aytib qo'ying aka. Bir qo'lga olgan yaxshi. Bir qo'lga olsa 16 dan aka baraka topib, bir qo'tan qo'y bo'ladi xudo xolasa aka. Nasib bo'lsa. Yana kelishak bo'lsa aka 400 dollarda xudo xolasa. Ha. Hurmatli do'stlar, bo'lmasa biz hozir Jasurjon bilan ikkinchi partiya qo'zilarni ko'rsatamiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana endi ikkinchi partiya qo'zilarni ham ko'rsatishni boshladik. Jasurjon, akajon. Bu qo'zilar ham katta qo'zilar ekan-a? Chin yemga boqaman deb turib. Mashalloh. Ichida kashtanlar, zo'rlari bor ekan-a? Udarlari, nasl boblari bor ekan. Mana
Qo'chqormi deyman shu? Ha, Mashalloh, zo'r ekan-a. udar aka, vobshe. Men qarang, bu yerda necha bosh bor? Aka, bu yerda 28 bosh qo'zi bor. 28 bosh. Ikkita qo'yi bor, 26 ta qo'chqori bor aka. 26 bosh qo'chqor. Xuddi shunday aka. 28 bosh o'sha opshi. Opshi 28 bosh aka. Shunday aka. Zo'r ekan lekin, ha. Udar aka, suyagi juda katta narsa ham aka. zo'r ekan. Men qarang, bular endi necha oylikdan necha oylikgacha? Aka, bu 2,5 dan 3,5 oygacha. Ha, 2,5 dan 3,5 oygacha. 2,5 liga bir 5 ta bor. Ha. Qolgani 3,5 oylik o'zi. Ha, zo'r ekan, ha, qo'chqorchalar. Ha, unadan ayrilganga bir oylab bo'lgan aka bular. Men qarang, bularning ham bahosi bugun yumalab ketami endi. Yumalatamiz aka, narx-navoni sindirib yuboraman deb aytdim-ku. Shu kun siz bilan borki bir xalqqa xizmat qilaylik. Shu kun borki narx-navoni vosh sindirib yoraylik shu kun. Shunday bo'ladi aka. Qo'zilar narx tushib ketsin shu kun. Juda narx. Men qarang, bularni bir qo'lga oladigan akalarga bitta chiroyli baho aytasiz. Bir joyga olaman degan 24 dan aka. 24 dan, ha? 24 dan aka. Zo'r ekan lekin mana. Mana kashtanlar va shu udar ekan, ha. Va suyagi katta narsada, erta bir kun qo'yga bir yilasa turib men qarang, bularni 24 dan deyapsiz-da, endi buni xayriga nima qilamiz endi Jasur? Aka, yana shu gap. Shu kommentariyani chiroyli qilib gullatgan odamga 100 mingdan qizni hurmatiga olmasdan 100 mingdan o'taman. 23 dan aka bir qo'lga. Do'stlar, kommentariyaga endi otangga rahmat deb gumillatib yozib qo'yaveringlar do'stlar. Shunday. Qarang, 100 mingdan bo'lsa 23 dan bo'lib qoladi. 23 dan aka bir qo'lga. 28 bosh aka. Men ham bitta so'rayman shu xalq uchun. Albatta aka, siz baribir so'raysiz sizga. Befoyda. Qarang, shuni 22 dan qilib yorsak qanday bo'ladi? 22 dan. Chiroyli baho bo'ladi-da, bozordan arzonroq qilaylik. 95%, 99% yali qo'shqardi aka. Men qarang, bozordan arzonroq qilaylik shuni. Bozordan arzon aka. Men qarang, 22 dan bering shuni o'ynab kulib barakat topsa agar mazza qilsin bir. 22 dan kam. Men qarang, bir qo'lga olsin, bir qo'lga hammasi. Men ham arzon aytdim, 23 bering dedim aka. Qarang, qo'chqarlarga qarang, shilib qo'yapti. Shakadan beraman deb turibdi. Yana shuni 100 ming shilab bering, shu xalqni duo. 2,5 qilsin. Yo'q, 22,5 yarim parim qo'yapman. Endi qarang, 22 dan bo'lsa, lekin Любой odam, olgan odam ana shu baraka topadi. Bozorga lekin 22 dan ola olmaydi, lekin. Men qarang, shuni 22 dan bering endi, Jasurjon. O'tir aka. Men qarang, shu xalqimiz, yurtdoshlar bizni ko'rib turgan ko'kdan foydalansin, sizdan bizdan. Bir barakasini mandayda rozi bo'lib, o'ynab kulib uyingizdan qo'zilar olib kelsa, erta sizni pulingizda ham baraka bo'ladi. Aka, bo'ldi, yana shu gap. Sizni hurmatsizga obunachilaringiz nasib bo'lsa, kommentariyani chiroyli qilib, otangga rahmat deb bir chiroyli qilib yozsa, 22 dan o'zi olib ketsa beraman aka. 22 dan o'zlari olib ketsa. Ha, shunday aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, endi shoshilinglar. Do'stlar, mana qo'zilar. Qo'zi ko'rsat degan aka-ukalarimizga bitta xohlagan bittasini ushlang-da. Ushlab ham ko'rsataylik. Luboyni ushlang. Luboy bittasini ushlang. Olib keling bu yoqqa. Olib keling qani. Olib keling. Lekin aka, bo'ynidan ushla, bo'ynidan. 15 talarni asrab yurib naslga qo'ysa ham bo'ladi aka. Mana gazini ko'rsating-da. Akalar, mana qo'zi nima deyapti akalar? Dummasini qarang. Dummalar holatlari akalar. Chesta bir yil asrasa naslda aka bu. Mashalloh. Boshlardan ko'rsating. Uzunligini qarang, uzunligini. To'shini qarang. Qo'ziligida 3,5 million oyda qo'zining to'shinida chiqqanini men ko'rmaganman. Bo'ldi, qo'ying. Do'stlar, biz iloji boricha xizmatdamiz. Iloji boricha mana bunday qo'zilarni, udarlarini ko'rsatyapmiz. Pastda men ukamning nomerlarini qo'yib qo'yaman. Ukamizga aloqaga chiqib, srochni mana shuni egallik qilib olinglar akalar. Mana bozorga borib sarson bo'yatmaysiz, shunday Jasur ukamning xonadoniga kelasizda, mana shu qo'zilarni olib ketasizlar akalar. Biz doim xizmatdamiz. Doim mana shunday manfaatli, foydali videolar ko'rsatib beraveramiz. Bizning videolarga like bosib, gumillasanglar, do'stlar, mana shunday qo'zilarni muntazam ko'rsatamiz akalar. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.